Bo'ldi, zapis boshladik. Endi sizlar bilan bugungi mavzuyimizni barokatli reja deb boshlaymiz. Mana bu yerga o'zingizga daftaringizga ham yozib oling. Barokatli reja deysizda. Mana qanday qo'l yozma qilib yozaman. Barokatli reja. Bu nima degani? Sizlarda ham ekranda ko'rinyaptimi? Mana barokatli reja deb yozib qo'ydimda. Bu endi nima ma'noda ishlatiladi? Har birimiz oilada qandaydir daromadga egamiz. Misol olaylik, 5 million so'mda bitta oilaga pul mablag' kirib keladi. Va bu pul orqali oilada tirikchilik qilinadi. 4-5 kishi misolida o'rta oilani olsak, ota-ona hamda 3 nafar farzand e'tiborida oladigan bo'lsak, oilamizga 5 million daromad kelyapti deylik. Ana shu 5 million so'mni odatda mana hozir sizlarda keling bir interaktiv qilib ishlaymiz. Bitta mikrofonni yoqasizda men bergan ana shu savollarga javob berib o'tasiz. Qarang, biz birinchi navbatda qancha xarajat qilamiz? Mana bu yerga xarajatlarimizni belgilaylikda, birinchi navbatda nima xarajatlar bizda ketadi? Ayting, mikrofonni ochingda, qaysi xarajatlar bo'ladi? Marhamat. Assalomu alaykum. Tamam. Oilalarda asosan bolalarga, o'ziga, ro'zg'origa xarajat bo'ladi. Ya'ni farzandlarga demoqchisiz. Farzandlarga. Qanday farzandlarga deymanda, farzandlarimizga nimalarga ko'proq xarajat qilamiz? Bog'chasiga, maktab o'quvchisi bo'lsa, kurslariga, Ya'ni ilmga. ilmiga. Ilmiga. Necha pul ketadi shu ilmga? Kichkinalarimga 300 ming bog'cha, kattamga ingliz tili 100 ming, men tili 70 ming, 170 ming. Jami 470. To'g'rimi? Ha. 470 belgiladim. Bu bitta xarajatimiz ketdi. Yana nima xarajatlarimiz bor? Xarajat qilaman desa ko'p domla. To'liq, to'g'rimi? Ya'ni biz uyimizga, binoyimizga, yerimizga, mulkimizga soliq to'laymiz. Soliq to'laymiz. Ana endi aytinglar. Bir oyda bitta ana shu oila qancha soliq to'lashi mumkin? Bir oy. Necha pul to'lash mumkin? Gaz, svet, hammasini qo'shganda 400 ming bordir domla. Yana bilmadim.
biz nimaga soliqlarni ko'ryapmiz? Bir oydagi, misol uchun, gaz, svet, e, suv, mulk, yer soliqlarini e'tiborga olyapmizda, qish bo'lmagan davrda mana bu summani belgiladim. Qish oylarida esa hech bo'lmaganda 1,5 atrofida ketadi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi yana Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Aa, Mana shu bir oylik davomida muntazam doim ketadigan pul 1 million so'm pul ketadi. O'sha o'qishga borishimiz, mezgiramiz, qizlar bilan obed qilishimiz, nimadir yoqtirsa, masalan, u bu narsa olgimiz keladi. Kosmetika narsalar, xullas shunaqa narsalarimiz bilan ularsiz oyligi bir oyga 1 million so'm pul ketadi. 1 million so'm pul ajratib berishadi uydagilar bir oying uchun deb. Bu hozir transportga necha pul yozadi bir oyga? Transport xarajatini belgilaylik hozir birinchi. Birinchi o'sha borib kelish o'zi shuni chiqarsa 600 ming so'm pul ketadi. Transportimizga 600 ming belgiladi. Endi qolgan xarajatlaringizga nima bo'lyapti o'shanda? 400 ming so'm. 400 ming so'm. O'zimizga tegishli bo'lgan shaxsiy xarajatlarimiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Shaxsiy 400 ming so'm belgilayapti mana. Bu endi bir oyda ketyapti hammasi. Hop, transport bo'ldi, shaxsiy bo'ldi. Endi o'zimizni oziq ovqatimiz, ya'ni ovqatlanishimizga, oilamizga nimadir xarajat qilamizmi, yo'qmi? Yo'q, ular o'zlariga qilishadi. Endi mana shu bir oyingga ishlatasan deb menga 1 million so'm pul ajratib berishadi-da. Tushundim. Endi siz kartaliga bir kishi hisobida qilyapsiz, to'g'rimi? Keling biz 5 kishi hisobida olaylik, oilaviy holatda olaylik-da. Oilangizda ovqatlaniladimi? Ha. Ovqatga mahsulot sotib olamiz. Necha pul ketadi bir oylik ana shu xarajat bitta oylik? 5 kishilik misolida olyapmiz. 5 kishilik misolida shu 1,5 millioncha ketib qoladi. Biz uyda 3 kishi yashaymiz. 1,5 million. Kimgadir balki ko'proq, kimgadir ancha ko'proq, kimgadir umuman bundan ham ozroq bo'lishi mumkin. Lekin biz o'rtacha olyapmiz hozir, ha? Ha. Yaxshi. Endi boshqa xarajatlarimizga qanchalar ketishi mumkin? Boshqa xarajatlar hisoblanadi. Boshqa xarajat bu to'y qo'noq, tug'ilgan kunlar, aytaylik, davralar, tadbirlar qandaydir, siz umuman yo kutmagan qandaydir bir voqeliklar. Kecha o'sha Afsona bilan bog'iga bordik. O'shanda ham 500 ming so'm pul ketdi. O'sha o'zim uchun borib aylanib, o'sha o'rtoqlarim bilan aylanib keldik. Undan o'sha bir oylikdan o'sha ketishdan tashqari kecha 500 ming pul berdilar. Uni ishlatib keldik. O'zim uchun seshanba kuni edi. Ko'ylak olib bering dedim. 400 ming so'mga ko'ylak olib berdilar. Bir oyimga o'shanda 2 million, 3 million pul ketib qoladi-da. Bitta o'zingizga shuncha ketyapti. Sizdan oilaga ham примерно bir 2 million deb yozib qo'yamiz. Shunaqami? Ha, shunaqa. 2 million
Endi tasavvur qiling, boshqa hech qanaqa xarajatimiz qolmadi deylikda, hammasini bir hisob-kitob hisobida oladigan bo'lsak, jami ko'ramiz hozir qancha bo'lyapti bizda. Bir daqiqa. Ekranni bitta surib olaylik-da, ko'rib olaylik. Mana 470 ming farzandga 1,5 million soliqqa dedik. Bu 1 million 970, 600 ming transport dedik, 2 million 570, bu yoqqa 400 shaxsiyga dedik, 2 million 970, 1,5 million ovqatga olyapmiz, 4 million 470 va 2 million boshqa xarajat qilganimizda ham уже bizda nima bo'ldi? 6 million 470 ming so'mga qarab chiqib ketdik. Bu degani biz ana shu 5 million pulni nima qilyapkan ekanmiz har oy? Ishlab beryapmiz. Ishlab o'ryapmiz. Bizda hech qanaqangi bir daromad qolmayapti-da, jami qiziq ana shu hayotimizda bo'layotgan voqelik aytaylik, mana 6 million 400 ming so'm bizda jami xarajat bo'lib ketgan bo'lsa, biz 1 million 400 ming so'm hattoki qayerdandir qarz olishimizga to'g'ri kelyapti. Bu degani bizni balansimiz minus 1400 ga to'g'ri keldi. Kimdadir 0 agar qarz ko'tarib qilsa, kimdir undan-da ko'p ketirishi mumkin. Lekin endi sizlarga savol berishim to'g'ri keladi. Kim o'ylaydi, mana shu 5 million puldan qancha ekonom qilsak va qancha daromad qilsak bo'ladi bir oyda? Taxmini aytaylik. Kommunal to'lovlar qisqartirsa bo'ladi. Keyin shaxsiy xarajatlarimizni biroz qisqartirsak, o'shani minusga kirmasak keladimi? Hech bir saqlay olamiz. Hech bir bizda orttirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agarda o'sha shaxsiy xarajatlarsiz ko'chada ovqatlanmasdan yoki bir oyda o'sha nimadir oldirmasdan, u yoq bu yoqqa aylanganini chiqmasdan tejasak, bir 2 million, 2,5 million pul tejasak bo'ladi-da. Ko'ring, ana 2 million tejadik deydi, ha? 2 million tejadik. Endi shu 2 million bir yilga hisoblasak, necha pul bo'ladi? 12 oyga ko'paytsa. Ha. o'n ikki oyga ko'paytirdik. Necha pul bo'ladi 12 oyda ko'paytsak? 24 million. 24 million. Ana endi savol, sizning qaysi biringizda hozirgi kunda 24 million naqd pulingiz bor? Saqlab qo'ygan. Yo'q. Yo'q, hech kimda yo'q. Zaruriyat bo'lganda topib olamiz. Zaruriyat bo'lmaganda ishlatib yana qachondir nimadir voqelik bo'lsa, shunda yana pul topishga harakat qilaveramiz. Mana shu hayot hozirgi kunda yoki noto'g'ri aytyapmanmi? To'g'ri. To'g'ri. Endi keling, shuni tartibga solish vaqti keldimi yoki kelmadimi? Savol beraman sizlarga. Ha, tartibga solish vaqti keldi davlat. Tartibga solish vaqti keldi. Endi 5 million o'sha biz hozirgi hisoblagan summadan kelib chiqamizda va sizlarga sir asrorni ochganimdan so'ng yo hayratlanasiz yoki yig'laysiz yoki shuncha davr, shuncha hayotingizda bo'layotgan
imkoniyatni o'tkazib olganingizdan afsuslanasiz. Nima bo'lsa ham bitta narsani e'tiborga olishingizni so'rayman. Alloh taolo shu bugun sizga shuni bilishga imkoniyat yaratgan ekan, shunisiga shukr qiling. O'tib ketgani o'tib ketdi. Hammasi qolgani oldinda. Kimlardir hozir bilib qolgani kelgusi hayotidagi imkoniyatlarni zo'r bo'lib ketishiga sharoit yaratadi. Kimlardadir kech bilib qolgani uchun yana ham qanchadir vaqtim yetadimi yetmaydimi degan xulosaga ham kelib qoladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh sizga bugun shuni bilishga imkoniyat beribdimi? Bundan foydalaning, qadrlaning. Ana endi ketdik. 5 million so'm insonlar o'ylashadiki, bu meni 100%li pul mablag'im deb o'ylashadi. Va xohlagan paytimda men bu 5 million pulni ishlatib yuborishim mumkin. Bu meniki degan fikrga borishadi. Lekin siz bilan Allohning ozgina dunyo qarash va talabida farqi borligini esa e'tiborga olinmayapti. Birinchi navbatda muslimalarga Allohdan berilgan vazifa bu 2,5% mablag' pulingizni xayriya ehsonga ajratasiz. Yozing. 5 million pulni biz misol qilib oldik oilaga va ana shu 5 million pulimizdan birinchi navbatda bajaradigan vazifamiz xayriyaga pul ajratamiz 2,5%. Xuddi mana bu doskadagi 2,5% xayriya ehson deb yozib qo'yasiz. Qaysi biringiz endi eslang, ish haqi olganingizda yoki pul mablag' olganingizda qanaqangi hayotingizda pullar kelgan bo'lsa, shu ishni bajargansiz. Kim qilgan shu ishni? Mart oyida premyer tushdi ishxonadan domla. 870 ming, o'shanda 100 mingini ehson qildim. Ko'p emas lekin. Endi savol. Qarang, savol. Siz qanchadir ehson qildim deyapsiz, lekin savol qanday ketyapti? Shu hayotingiz davomida har oyda yoki har kuni sizga tushum bo'lgan pul mablag'ingizdan shu amalni bajarganmisiz, yo'qmi? Yo'q, har oy emas. Ba'zan bo'lib turadi-yu, doim emas. Ba'zangi ko'chada, uyingizga kelib qolganda taxminiy qanchadir pul berasiz. To'g'rimi? Ha, yoki masjid yonidan o'tayotganda ehson qutisiga qanchadir mablag'da pul tashlaymiz. Shunaqangi, lekin hech qachon birinchi qo'lingizga oylik kelishi bilan men ayri ehson vazifa berilgan, shuni 2,5%ni ajratishim kerak deb 5 milliondan naqd sanab olib qo'ymagansiz hech qachon, to'g'rimi? Yo'q, unda bo'lmagan. Bo'lmagan. Nimaga? Ana endi savol. Bo'lmaganligining sababi ko'pchilik bundan bexabar. Ana endi sizlarga shuni bildirishga
vaqt kelibdi, to'g'ri kelibdi, buni qabul qilishni o'rganing. Men bu darsni o'tib bo'lgandan kimdir, domla aytdi-da, boshi og'ritdi-da, nima qilishini bilmasdan shu darsni o'tib berdi-da, bizga deydiganlar ham chiqadi. Kimdir, men ahmoq shuncha yillardan beri Allohning vazifasini bajarmagan ekanman. Shuning uchun meni hayotimda bebaraka bor ekan. Shuning uchun meni pullarim o'rnamas ekan qo'limda. Chunki Allohning vazifasini bajarmasdan g'irromlikka yo'l qo'ygan ekanman deb xulosa chiqaradi. O'zingizni qo'ymang, o'zingizga jahl qilmang. Sababi buni endi bilyapsiz. Avval bilganingizda yo bajarardingiz yoki bajarmasdingiz. Lekin hozir bugundan boshlab sizga shuni bildirilyaptimi? Qabul qilingda, daftaringizga yozing. Studentlarimiz ota-onasidan olgan pulidan ajratsin. 1 million berishsa, shuni 12.500 so'mini ajratib qo'ysin yoki 25.000 so'mini xayriya ehsonga deb bersin. Endi savol, Alloh tomonidan nima va'da qilingan? Kim aytadi insoniyatga? Alloh tomonidan menga birra bersang, men senga mingga beraman deyilgan. Xayriyat. Inson qilib birra bersak, 10 barobar yo 100 barobar qilib qaytadi. O'sha narsaga men ham guvoh bo'lganman domlan ekan. Mana endi qarang. Qaytadi deb bermaganman-u, berganman. Kimdirdan o'sha narsani berganimdan xursand bo'lib berganman. Hech qancha vaqt o'tmay menga 10 barobar qaytganini men o'z ko'zim bilan ko'rganman domlan. Mana endi qarang, siz hayotingizda shu narsani boshingizdan o'tkazgansiz. Boshqalarda ham bu voqea bo'lgan. E'tiborga olgansiz. Lekin buni qonun sifatida qabul qilmagansizda, yana o'z tirikchiligingiz, yana o'z turmushingiz bilan hayotingizni davom ettirgansiz. Ana endi sizlarga savol. Studentlar ham 25 ming so'm mana 5 kunlik yo'l kiram deyishi mumkin. Lekin tasavvur qiling-a, 25 ming so'mingizga 25 million pulni Alloh hayotingizga kiritib qo'ymoqchi. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Ehson qilishni talagan kerak. Albatta hamma 25 million tanlaydi. Idrokli, aqlli, hisob kitobi joyida bo'lgan inson Allohning vazifasini bajarayin, tavakkul qilib topshirayin. Meni hayotimga shuncha pul kirib kelishiga va'da beribdi. Alloh hozirgacha hech kimni aldamagan, mashinachilik qilmagan, qismagan, insoniyatga aksincha yaxshilik ravo ko'rgan deb qabul qilib topshirib olsangiz, hayotingizga o'sha kuniyoq 25 million so'mni kirib kelishini bo'l deb vazifani berib qo'yadi. Endi u 25 million so'mingiz sizga qachon kirib keladi? Qaysi vaziyatda kirib keladi? Kim orqali kirib keladi? Bu endi uni Allohning o'zini bilgani. Siz esa 25 ming xarajatga xayriyaga yo'naltirdingiz, Allohga tavakkul qilib topshirdingiz, unutdingiz, 1000 barobar va'dasiga ishonasiz, sizni hayotingizda qachondir bu pul kirib kelaveradi. Mana bu sizni birinchi barokatli rejadagi qabul qiladigan, siz uchun va'da qilingan sistema, tizimni birinchi boshlanishi. Kim tushundi? Men shu bugun xayriya bersam, qalbimdan chiqarib,
Allohning vazifasini bajardim deb bajarsam, uni va'dasini hayotimga kirib kelishini kim qabul qildi, kim tasavvur qila oldi? Ben tushundim domla sizni. Tushunarli bo'ldi. Hozir men tasavvur ko'rdim kimgadir ehson qilganimni. İçimda hozir xursand bo'lgandek bo'ldim domla. Nimaga? Sababi qalb shu narsani istayapti. Biz bandalar haligi kelgan pul qo'limiz uchun muhim, xarajatimiz bor. Biz shu orqali hozir muammoni yechmasak degan fikrlar bilan o'zimiz qiynayapmiz. Vaholanki va'da berilganini unutyapmizda, unga tavakkul qila olmasdan 5 million uchun nafsga berilyapmiz. O'sha 125 ming so'm, 5 milliondan 2,5% bizni ko'zimizga ko'rinib ketyapti. Va oqibatida 1000 barobarlik 125 million hayotimizga kirib keladigan puldan voz kechib olyapmiz. Bilmagan holatda, nafsga berilgan holatda. Mana bu dunyoning fitnalarining eng asosiysi bo'ladi. Sizni qalbingizga g'ulu soladigan va sizni nafsingizni rol o'ynattiradigan va ertangi kuningizni bebaraka bo'lishlikka ana shu nafs olib boradi. Aytilgan, nafsni boshqargan inson dunyoni boshqaradi deyilgan. Shuning uchun birinchi navbatda nafsga e'tibor berasiz. Endi o'ylayman buni tushuncha bo'ldi. O'zingizga qoida sifatida buni kiritdingizda, keyingi ikkinchi zaruriy qiladigan ishimiz biz 5 million so'mni 10%ni kelajakka ajratamiz. Endi savol, kelajak nima u? Va nima uchun biz kelajakka topshirishimiz kerak 10%ni? Kim aytadi? Kelajak ertangi kunimizda domla. Hozirdan 10% yig'ib borsak, xarajatlarimizni orttirib, moliyaviy erkinlikka erishamiz. To'g'ri. Yig'ilgan pullarimiz bizni hayolimizda moliyaviy erkinlikka olib chiqadi. Lekin bu kelajak, bir narsani tushunib qo'yinglar, 12 oyga bir oylik xarajatingizni ko'paytirasiz. Bu bizda bir oylik xarajat oziq ovqatga olganimizda 2 million bo'lib chiqqan edi. Shuni 12 ga ko'paytirganimizda bizda 24 million so'm pul paydo bo'lgan edi. Ana shu 24 million bir yillik bizni xarajatimiz naqd pul ko'rinishida hisoblanadi. Endi biz nima qilishimiz kerak? 10% dan kelajak, aytaylik, ana shu Akramjon, bugungi kundagi Akramjon 500 ming so'mdan bir yildan keyingi Akramjon uchun yashash pulini yetkazyapti unga. Tushuntira oldimmi? Ya'ni 24 million so'm naqd pulni 12 oydan keyingi yashaydigan Akramjon uchun yig'ib boryapman. Mana shu mani kelajagim uchun deyilgan pul mablag'ni belgilangan ko'rinishi. Ya'ni men 12 oydan keyingi hayotim uchun naqd pulda 24 million pul yig'ib qo'yishim bu vazifa.
Bu menga berilgan Alloh tomonidan belgilangan vazifa. Nima uchun kelajakka 24 million pul yig'ishim kerak? Nima uchun har oyda 5 million so'mni 10% 500 ming so'mini man yig'ishim kerak? Sabab, Xudo ko'rsatmasin, pandemiya paydo bo'ladimi, yana bitta virus paydo bo'ladimi, yoki Alloh asrasin urushlar bo'lib ketadimi, yoki davlat qaror chiqaradida bugundan boshlab hamma uyda, hech kim ko'chaga chiqmasin, hamma uyda o'tirsin degan paytida siz mana bu 24 million naqd pulingizni oziq ovqat sotib olishga yig'ib qo'ygan bo'lasiz. Va shu 24 million bilan do'konga kirib borasizda, menga palonchi nondan berib turing, keyingi oyligimga yoki anu bu aytaylik guruchdan olib turayin, qachon ishga chiqsam to'layman deb yalinmaysizda, keragini uyingizga olib kirib ketasiz. Bu voqelik 2019-yilda bo'ldi, ko'rdik hammamiz. Ya'ni do'konlarga kirib olib, qoplab narsalarni insonlar puli borlar olib kirib ketdi uyiga. Hatto oz qoldiki, qashshoqlik darajasiga tushib qolishga. Yaxshi davlat ahli yetib qoldi, hisob kitobni belgilab, hamma to'xtatib qo'ydi, o'rniga qo'yib. O'sha paytda davlat agar shuni qilmasa-chi, tasavvur qiling. Kimdir hamma yo'q yig'ishtirib olib kirib ketadi. Puli bor odam. Ana shuning uchun 10% kelajak uchun deb ajratiladi. Bu bizni moliyaviy erkin qilib qo'ymaydi. Bu bizni 1 yillik o'lmay turishligimizni ta'minlaydigan pul hisoblanadi. Bu pulni yig'ib, hech kimga ko'rsatmasdan qayergadir saqlab borasiz. Seyfgami yoki bankning yacheykasigami yoki biror bir aytaylik xumingizga solib yerga ko'masizmi? Hech kimga ko'rsatmagan pulingiz bo'lishi kerak. Agar Xudo ko'rsatmasa, ozgina pulingiz borligini bilib qolsa, ota-onalarni farzandi urib ketadi, studentlarni ukasi urib ketadi. Chunki hidi keldi-da u pullar. Boshlanadi bahonalar. Narsa olishim kerak edi, falonchiga yetmayapti. Dada, ona berib turing, opa, men unga bunaqa boshlanadi. Haligi dumini likillatgan tulkilar kabi boshlanadi bu narsa. Siz nima deysiz? Meni farzandim, ukamku, tars berib yuborasiz. Ular nima qilishadi? Ular nafslarini qondirishadi. Siz yana haliga pulsiz qolaverasiz. Men nima demoqchiman? Ana shu pullarni, mana shu sistemani uydagilarga o'rgatish kerak. Hamma bir-biridan puling bormi berib tur demasdan, hamma o'zini mablag'iga ega bo'ladigan sharoit yaratish kerak. Ana endi ikkitagina mana shu sekretni bilib ol, tasavvur qiling. Alloh sizga 125 ming so'mdan har oy 1000 barobarini ko'paytirganda, bir oyga 125 million so'm pul va'da qildi. Hayotingizga kirib keladi shu pul. Endi tasavvur qiling. 12 oyga ko'paytiring mana shu 125 millionni. Siz 12 oy davomida shu ishni bajarib tursangiz, 125 millionni 12 oyga ko'paytiringchi, qancha pul hayotingizga kir, bo'l deb buyruq beriladi. Menimcha, juda katta pul bo'lsa kerak. 10 ga ko'paytirganingizda ham 125 milliard pul bo'ladi. 125 milliard pulni aqlingizga sig'diring. Tasavvur qiling bu pulni. Bu 125 milliard pulingiz sizga necha pul bo'ladi? 1 million dollar pul bo'ladi. Mana sizni hayotingizga 1 million dollarni olib kirish uslubi Alloh taolo o'zi va'da qilib turganda,
Siz esa nafsga berilib, qayergadir 125 millionga muhimlilik darajasini ko'rsatyapsiz. Miyangizni ishlating. 125 ming har oy cho'ntagingizda saqlaganingiz yaxshimi? Yoki 125 milliardni bir yilda hayotingizga kirib kelishi yaxshimi? U bir yilda kirib keladimi, 10 yilda kirib keladimi, buni Alloh biladi. Lekin siz qilgan amalingiz uchun o'sha pulni va'da qilib qo'yadi hayotingizga kirish uchun. Endi tasavvur qiling. 90 yil umr ko'radigan bo'lsangiz, siz bir yil davomida 1 million dollarni hayotingizga kirib kelishini ta'minlab qo'ydingiz. 10 yil shu ish bilan shug'ullansangiz, 10 million dollar hayotingizga kirib keladi. Bu degani uylar, mashinalar, ana shu ish bizneslaringiz, yana nimalardir, bular hammasi mana shu o'lchov bilan hayotingizga kirib kelish boshlaydi. Nega boylar boy? Chunki mana bu sekretni biladi ular. Allohga yaqin bo'ladi. Alloh bilan murojaat qiladi, vazifasini bajaradi. Ana ina keyin mana shu yutuqlarga ega bo'ladi. Bu vazifani bilmagan, kambag'alcha fikrlaydigan, boylarni yomon ko'radiganlar esa ularni qaqshatib, ularga so'kinib, ularni puli ko'payishing sababi menga o'xshagan xalqni talaganligi uchun puli ko'payadi deb munosabat bildirib yuradi. Lekin aslini olganda Allohdan qo'rqadigan o'sha boylar bo'ladi. Chunki sekretni bilishadi. Harakatlari ozgina noto'g'ri bo'lib qolsa, Alloh jazolashdan qo'rqishadi. Kambag'alcha fikrlaydigan esa Allohning jazosidan ham qo'rqmaydi. Nega? Sababi u tirikchilikdan ovora. U nafsga berilgan. Shu bugun pul topmasa, uni hayoti to'xtaydiganday. Hatto shunaqa insonlar kelishadiki oldimizga, men shu pulni topmasam, men o'g'limga shuni jo'natmasam, o'qishi bo'lmaydi, o'qishdan qochib jo'nataveradi, haydab yuboradi, turmush tarzi bo'lmay qoladi, hayotida yutuq erisha olmaydi. Men aytamanki, Xudodan zo'rmisan deyman. Allohdan zo'rmisan shunchalik deyman. Man qilsam qilmasam deyapsan deyman. Farzandni senga kim bergan deyman. Tushungani tushunadi, tushunmagani so'kinib, sen nima deyapsan deb turib urushib ham ketadi. Lekin men o'ylayman, sizlar buni tushunib, qabul qilib, ertangi hayotingizni tartibga tushishligi uchun, Allohga yaqin bo'lishligingiz uchun gapiryapman. Bu fitna dunyoda hozir hammani nafsga beriltirilyapti. Kasal qilinyapti nafsga. Lekin sizlar o'sha fitnachilarga aralashmang. Ularning qatoridan chiqing. Chiqqanda ham revolyutsiya emas, bilim bilan, ilm bilan, tortishmasdan, astalik bilan, yaqinlaringiz bilan, o'zingiz boshlab, keyinchalik natijalar ko'rsatganda sizga qiziqqanlar bilan ana shunaqa qilib chiqib ketish kerak. Bu sistemani hozir agar kimga gapirsangiz ham sizga yomonlab, sizni ahmoqqa chiqaradi. Chunki bu boshdan o'tyapti. Lekin bunga amal qilgan odamlar maza qilib yashayapti. Ana shunaqangi tomoni ham bor. Shuning uchun tasavvur qiling, sizga 125 million har oy bo'lib, 10 oyda 12 million 500 ming pul kerakmi? Yoki xayriya ehsonini berib 125 milliard pul kerakmi sizga hayotingizda? 12,5 million bilan 125 milliardda farqi juda katta. Menimcha hamma ikkinchisini tanlaydi. Bu sizni ana shu miyangizga hozirgi kunda yetkizish kerak bo'lgan ma'lumot. Siz qabul qiling, tasavvur qiling. Siz 112 million 500 ming so'm bilan kimsiz u? 125 milliard pulga ega bo'lgan inson bilan kimsiz? Ko'z yuming, 2 daqiqa vaqt
Tasavvuringizni keltiring. 12.500.000 bilan nima qila olasiz? 10 million dollar bilan yoki 1 million dollar bilan nima qila olasiz? Tasavvur qiling. Tasavvur bo'ldimi? Kim qaysi tomonni tanladi? Hali bu ishni bajaryapti. Tafakkuringizni chuqurlashtirgan saringiz qalbingiz erib turib, yig'i keladi, ko'z yosh. Nima bo'ladi? Ana shu ko'z yosh sizga Alloh tomonidan berilayotgan mehr bo'ladi. Ana shu mehr sizga kirib keldi. Sizga bejiz bugun bu ma'lumot yetkazilmayapti. Siz qachondir ana shu kamomatdan, qaysidir bir vaziyatdan, qaysidir bir janjaldan bezor bo'lgan paytingiz bo'lgan. Shu davrda balki Allohga murojaat qilgansiz. Ana shu davrda murojaat qilgansizki, menga shunday bir imkoniyat berginki, barcha sharoitlarimni yaxshilab, boshqa insonlarga ham yordam bera oladigan darajaga chiqayin. Mana tasavvur qiling, nechta 38 ta odam bor gruppada. Lekin eshitayotganlar sanoqli 4, 3, 5 shunaqa inson. Mana endi foiziga ham tasavvur keltiring. 38 kishini 100% deydigan bo'lsak, undan 4 kishi o'rganayotgan bo'lsa bu ilmni. Ana endi bo'ling. Necha foiz inson shu 38 dan ilm olishga tayyor va Alloh ularga sekretni ochyapti. Menimcha 2% yoki bo'ling ana 1,5% ga to'g'ri keladi. Xuddi o'sha dunyoni insonlarda ham 1% da yoki 1,5% da mana shunaqangi sekretlar ochilgani uchun hayoti yaxshi. O'zingiz uchun yozib qo'ying. Kim tomondasiz? Fitna nafs tomondami yoki vazifani berilgan yaratuvchi tomondami? Ana shu sizning tanlovingiz bo'ladi. Bugungi barokat rejani boshlang'ich birinchi qismi shundan iborat. Shuni amalga oshirib hayotingizda keyingi haftaga mana shu ishlarni yuritsangiz, boshlay olsangiz, boshlang. Kimda kim bir haftada imkoni bo'lmasa, keyingi yana shu bir oydan so'ng
qo'liga tushadigan mablag' orqali shu ishni bajarsinda, keyin natijalarini aytsa, bundan keyingi yanada imkoniyatlarni ochishni boshlaymiz. Bugun e'tiboringiz uchun katta rahmat. Hammangizga sihat salomatlik tilayman. Darsimizni yakunladik. Savollaringiz bo'lsa, hozir zapisni o'chiraman-da, zapisdan so'ng beraverasiz.